Assalomu alaykum dilga yaqinlarim. Dil tori loyihasining navbatdagi soni yana xonadoningiz mehmoni. O'zbekning chechasi deyilganida ko'z oldimizga Mehnat shuhrati ordeni sohibi, O'zbekiston xalq artisti, mohir aktrisa Aziza Bekmatova keladi. Umrining 60 yilini teatr va kino san'atiga bag'ishlagan ustoz san'atkor Aziza Bekmatova hali hanuz teatrda faoliyat yuritib keladilar. Xush kelibsiz. Xush ko'rdik. Rahmat, juda ham xursandman. Boya kirib kelayotganimda benihoya ustozlarni rasmlarini ko'rib uzoq xayolga cho'mdim. To'g'ri, bular tirikmas. Lekin ular o'ynagan, ular ijro etgan rollari bilan biz eslab haligacha ular xuddi biz uchun tirikday tuyuladi. Bugungi kunga qadar kino va teatr san'atida 100 dan ortiq bir-biriga o'xshamagan, bir-biridan ajralib turadigan rollarni ijro etgansiz, lekin baribir xalqning nazdida siz o'zbekning chechasisiz. Checha spektakli, ushbu obraz sizga nimalar berdi? Ha, so'ra. Nimani so'rayman? Sen mendan yoshsan, hali-hal so'ra. Ha. Yash keldingizmi? Uydagilaringiz yaxshimi? Shukr. Yaxshi o'tirishdilar. Shukr. O'zing esan sog'misan? Yaxshi. Bolalar jugurib yuribmi? Yaxshi. Nevaralar chop yuribmi? Yaxshi. Qudag'aylar yuribmi? Erkak quda yuribmi? Xotin quda yuribmi? Qayin bo'yinda yuribmi? Qayinsingillar yuribmi? Oshnalaring yuribmi? Aksiyalar yuribmi? Jo'lalaring yuribmi? Ha? O'zim. Avvalambor menga katta obro' berdi. Muxlislarni e'tiboriga tushdim. Nafaqat O'zbekistonda, boshqa joylarda ham, hali gastrol safarlariga borganimizda ham Qirg'iziston bormi, Tojikiston bormi, Qozog'iston bormi, Qoraqalpog'iston, hamma butun Osiyoga checha deb tanilgan obrazim bilan hammasini e'tiboriga tushganimdan xursand bo'ldim va checha orqali boyligim keldi, boyvachcha bo'lib yuribman. Endi buni yashirish nima hojati bor? Chunki checha deb chaqirmagan joylarga bormagan joylarim qolmagan mani. Hamma mana shu televideniya orqali ham ko'rsatuvlar bormi? Chechasiz o'tmaydi. Hamma yoqda checha. Bu checha obrazi menga judayam katta muvaffaqiyatlar olib keldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Haligacha mana shu, kuni kecha umra safariga borib kelganimda o'sha joylarda ham hammasi biz o'zimizni yurtdoshlarimiz, o'zimizni vatandoshlarimiz borishganda judayam bizni millatimizda o'zbek millati judayam ko'p ekan. Hammasi ko'rib tanib checha shu yerda ko'rishganimizdan sizni ko'rganimiz uchun behad biz xursandmiz. Biz xursandchiligimni sig'dira olmayapman degan gaplar ham bo'ldida. Rasmlarga tushdik. Mana nima olib keldi menga checha. Shuning o'zi baxt aslida. Albatta. Shuni o'zim menga baxt. Teatrda ham spektakl o'ynayman-da, baribir eshitaman-da. Zritellar o'tirishibdimi? Voy checha chiqdi deyishadi. Bu qanday baxt, qanday katta. Bu hammamizni bir xil tomoshabin, muxlislar nima deydi? Checha desak xafa bo'lmaysizmi deb so'rashadi-da. Yo'q, aksincha. Bu har bir aktrisa, aktyorlarni orzu qilgan niyati, orzusi deyman. Chunki o'ynagan obraz orqali hayotda ham chaqirib, bir xillari o'zimni otimni ham bilishmaydi, buni tan olaman, bilishmaydi. Lekin ko'pchiligi checha deganidan aksincha bu men uchun aytayapman-ku, takror aytaman. Mana shu menga boylik deb hisoblayman-da. Mana shu meni boyligim chechadi. Amin.
Esanmi, omonmi? Ha, so'ra. Nimani so'rayman? Sen mendan yoshsan, xaloqlab so'r. Ha. Yaxshi keldingizmi? Xudoy bersin. Uydagilaringiz yaxshimi? Shukr. Yaxshi o'tiribsizlar? Shukr. O'zing esan sog'misan? Yaxshi. Bolalar jugurib yuribmi? Yaxshi. Nevaralar cho'g' yuribmi? Yaxshi rahmat. Xudo qaynab yuribmi? Erkak xudo yuribmi? Xotin xudo yuribmi? Qayin bo'lda yuribmi? Qaysizlar yuribmi? Oshnalar yuribmi? Aksiyalar yuribmi? Jo'ralar yuribmi? Ha? O'zim. San'at uchun kerak ekanligingizni qachon angladingiz va bunga nima sabab bo'lgan? Bilasizmi, bu savolingizga hozir xizmat qilib kelayotgan teatrimda shu ochilishdan beri ishlab kelyapman. Ya'ni 66-yilda Teatralno-художественный institut deyilardi. O'shanda men 5 yil musiqali dramani bitirganman. Men bilasizmi, judayam zo'r domlalarda ta'lim olganman, bilim olganman. Ularni menga bo'lgan e'tiborlari hali esimda. Bu Toshxo'ja Xo'jayevda. Men 5 yil o'qiganman qo'llarida. O'sha 5 yil ichida menga o'sha domlani e'tiborlari, qilgan muomalalari, qilgan odamgarchiligi, uylarigacha olib borib meni boqqanlari, menga xuddi o'zlarini qizlariday e'tibor berganlari, mana shu san'at shunaqa bo'lar ekan degan xayolga borganman. Qancha spektakllar, diplom spektakllarni olayotganlarda ham menga mo'ljallab olardilar. Chunki meni ovozim o'shanda koloraturniy soprano edi. Ashulalarni aytganimda menga qarab, ko'zlari katta haligacha ko'z oldimda ham yig'lardilar. Balkim bilmayman, mana yoshligimni aytib berganim uchun, balki men bolalar uyida o'sganligim uchunmi, bilmayman. Lekin bu domla menga shunaqangi yo'lni ko'rsatdiki, men bu domlani ham yaxshi ko'rib, chin dilimdan yaxshi ko'rib, agar bir joyda xato qilsam uyalib, o'sha kuni institutga kelmasdim. Men shu domlaga faqat yaxshilik qilishim kerak. Menga bo'lgan e'tiborlari uchun, mehribonligi uchun mana shunaqangi bitirdim ham institutni. Keyin domlam Hamza teatriga olaman, meni qo'limda ishlaysan deganlarda, keyin meni shaxsiy ishim bo'yicha to'g'ri men ishlay olmayman dedimda, shaxsiyatim bu yerda sabab, uni ayta olmayman. O'shaning uchun mayli, yosh tomoshabinlarga ishga boring deganlar. 1 yil ishladim. 1 yil ishlaganimdan keyin hozirgi Milliy akademik drama teatriga yangi bino olindi. Ular u yerga o'tgandan keyin Sharof Rashidovning buyrug'i chiqdi. Bu binoda yaxshi yangi teatr ochasizlar, Yosh gvardiya teatrini ochasizlar deb buyruq chiqarganlarida, men Yosh tomoshabinlar teatrida xizmat qilib yurgan paytimda meni bilan birgalikda Shirin Azizova, Tug'on Rijamatov, Samat Ergashev, Ergash Masafayev rejissyor ishlab yurganlarda, Ergash aka shundoq oldimga kelib, sana o'zim bilan olib ketaman, Yosh gvardiya teatriga olib ketaman deganlarda, mana shu teatrga o'tkazib, Mirsod aka Usmonov, agar tanisangiz, Erkin Usmonov degan yozuvchi bo'lardi, ularning adalari, zam direktor edi. Hammamiz birgalikda shu yangi teatr ochishga endi kuchimiz bor, yoshmiz hammamiz, zo'r bo'ladi deb yo'l boshladik.
hamma tashkiliy ishlarni o'zimiz qildik. Har xil broshyuralar tarqatdik. Yosh gvardiya teatri ochilyapti, kelinglar, yoshlar kelinglar deb hammasiga bosh bo'lganmiz. Aziza Bekmatova yana xalq artisti bo'lish unvoniga sazovor bo'lish ortida qanchadan qancha mehnat, qiyinchiliklar bo'lgan. Hayot sizni ko'p muammolar, qiyinchiliklar bilan sinagan. Balki shu muammolarda siz sabr bilan, bardosh bilan yengganingiz uchun ham bugun o'sha xalqni e'tirofida, e'tiboridadirsiz. To'ppa-to'g'ri. Chunki shuncha yil ishlaganda bitta joyda har kim ham ishlay olmaydi. Tasavvur qiling, bitta joyda faqat yaxshilik bo'ladi deb ishlamaganman. Yomonlik ham bo'lgan. Har xil rahbariyatlar kelgan. U rahbariyat o'zgarsa o'zingiz bilasiz, to'g'rimi? Nimalar bo'lishini. O'zini odamini olib keladi, o'zini jamoasini olib keladi. Eskilarni yo'qotish payiga tushadi. Shunaqalar ham bo'lgan. Shunaqa davrda ham ishlagansiz. Ishlaganman. Bitta direktor kelgan, katta yoshli aktrisalarni bo'shatamiz deganda, men kabinetiga kirib, umuman shu paytgacha men hech qachon direktorni, rejissyorni kabinetiga kirib, hech ham rol ham so'ramaganman, oylik ham so'ramaganman, faqat ishlaganman, faqat ish mehnat qilish payiga tushib, mehnatim orqali o'zimni ko'rsatganman. Keyin men aytganman, men ketmayman teatrdan, sen ketasan. Sababini aytaymi dedim. Sababi bu teatrni eng birinchi qaldirg'ochiman, eng birinchi aktrisasiman. Qiyinchiliklarni ham, yoshligim ham shu yerda o'tgan meni. Tasavvur qiling, institutni bitirgan yoshgina qizman. Mana teatrdan chiqmasdan ishlaganman. Yotib qolganman, chunki meni uyim yo'q edi. Teatrni ichida yotib qolganman men. Uyim yo'q edi. Endi juzdan uy beraman deganda ham, endi uy beraman deganda men bu yoqqa o'tganman. Bir nechta uylar berdi, lekin menga tegmadi u uylar. Chunki meni orqamda yonimni oladigan odamim bo'lmagan. Palonchiga mana bunga ham berish kerak uy. 3 xonali, 4 xonali uylarni o'zlariga direktorimiz olgan, rejissyorimiz olgan, aktyorlarimiz olgan, menga tegmagan. Lekin qonun bo'yicha eng birinchi menga berish kerak ekan. Nimaga deng? 2,5 yoshimda bolalar uyga tushganman. Urush paytida shu paytgacha o'zimni o'zim oyoqqa turg'izaman. Institutda ham o'qib yurganimda yo'q, men hech qachon boshqa narsaga chalg'ishim kerak emas. Men o'zimni orqamda hech kimim yo'q. Men o'zimni oldimga shunaqangi maqsad qo'yganmanki, ikkita oyog'ingda tik turgan, hech qaqa adashmagan 5 yil o'qigan paytimda ham o'zimni mana sabr bilan to'g'ri yo'ldan adashtiradiganlar uchragan menga. U yo'lga yurmagin, bu yo'lga yurgin deb Allohga beadad shukrlar bo'lsinki, meni qo'llab-quvvatlagan. Men shunaqangi to'g'ri yo'ldan yurishga o'zimni oldimga maqsad qilib qo'yganman. Mana shunga ham erishdim men. Bu teatr meni teatrim deganman. Mana shu meni ushlagan. Mana shu teatrni asoschisi bo'lganim menga kuch bergan. Menga orqadan shunday devor bo'lib kelgan. Yo'q, sen ketma. Sen teatrni egasisan. Haligacha shu narsa meni ushlab kelyapti. Muxlislaringiz Aziza Bekmatova kamtarin, juda samimiy, O'zbekiston xalq artisti-yu, baribir ikkita qo'li ko'ksida o'sha tomoshabinni ham hurmatini joyiga qo'yadigan beg'ubor ayol deyishadi. Shu samimiylik, kamtarinlik sizga bir pand berib qo'ygan vaziyatlari ham bo'lganmi? Hech ham pand bermagan menga. Chunki bilasizmi, bu narsa o'tkinchi. Hamma narsa o'tkinchi ekan.
man masalan muxlislar bilan uchrashganda menga ko'p shunaqa deyishadi. Nimaga dedi, bitta tadbirga borganimda hamma mani oldimga kelib mani ko'mib tashlashdi-da. Ruxsat ham bor edilar, to'tap ham bor edilar billa tadbirga borganimda. Nimaga siz bunaqasiz? Bir xil joylarda katta xalq artistlari keladi, biz ularga yaqinlashamiz desak, undayroq. Nimaga? Axir men shular orqali ko'tarilganman. Menga Bahodir aka, Yo'ldoshev shuni ko'p gapirardilar. Yerda yuringlar, nima bo'lgan taqdirda ham budchi zimnimi deganda, mana yerdan oyoqlaring uzilmasin degan. To'lakam shunaqa deganlar. Men To'lakamdan ko'p tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan narsalarni olganman. O'sha domlalarni so'zlari, domlalarni menga bergan o'gitlari hech qachon esimdan chiqmaydi. Sizda kibr yo'q, manmanlik yo'q, samimiy, hamma insonni do'st deb yaqin bilasiz. Albatta. Aktyor shunaqa bo'lishi kerak-da. Men artist bo'lsam, xalq artisti bo'lsam sahnadaman. Hayotda men oddiy odamman. Mana shuni to'g'ri tushunish kerak menimcha san'atkorlar. Balkim shuning uchun muxlislarni yuragidan joy olganman. Haligacha hamma aytadi, sizni juda yaxshi ko'ramiz deydi. Taniqli aktrisasiz. Ayrim payt mana shu teatrda yoki kinoda kichik epizodik rollarda chiqasiz yoki kliplarda rol tanlamaysizmi? Yo'q, tanlamayman. Berdimi men, demak meni shunga ravo ko'rgan deb o'zimni yupataman boshqa. Balkim bu to'g'ridir. Men hech qachon anu rolni bergan, kinoda ham ko'p rollar o'ynaganman. Nafaqat o'zimizda, Rossiya kinolarida ham 5tacha, 6tacha kinosida yaqinda ham Rossiyadan kelishdi. O'sha meni qancha juda ham katta kasting bo'lgan ekan. Oxiri meni chaqirishganda, rejissor kelib meni ko'rishi bilan mana shu ayol kerak menga. Uni ko'zlaridan mehrligi bildi. Mehr ko'zda deyshadi-yu. Mana shunaqa bu yoqqa keling deb meni shuncha kasting qilganimizdan siz to'g'ri kelasiz deb yaqinda borib syomkani ham tugatib keldim. Xudo xolisa Fransiya bilan birgalikda o'sha kino chiqadi. Dublajiga ham chaqirar ekan. Xudo xolisa prezentatsiyasiga ham chaqiramiz deyishdi. Nasib qilsin deyman. Turli obrazlarda sizni ko'rish mumkin-da. Aziza Bekmatova rol tanlamas ekan, hamma rolda bor. Kichkina bir epizodik rollarda ham borsiz. Farrosh rolida ham ko'rdik yoki kliplarda o'sha kichkina bir rollar. Bu albatta u ayrimlar men xalq artistiman, shu bir kichik rol uchun men ovora bo'lib boramanmi degan bir gaplar bo'lishi mumkin-da. Bor shunaqa aktyorlar ham bor. Aytaman-ku, meni qonimga bunaqa narsa nima qilmagan. Men hech qachon so'ramaganman. Mana novellalarga boraman, taklif qilishadi, boraman. Ular o'zligi bilishadi. Voy nimaga chaqirmayapsan? Voy nimaga unaqa bo'ldim? Hech qachon. Men bir xil mahal chaqirmaganda ham aytaman. Yaxshi ham teatrim bor ekan deyman. Ko'rdingizmi? U chetdagi ishlar vaqtinchalik. Teatr doimiy. O'shaning uchun hozir teatrda bizga unchalik ahamiyat bermasa ham kattalarga umidimiz bor. Balkim olib qolar. Bizlar uchun ayniqsa 5-6 ta yoshi o'tganlar bormiz. Biz qanday ustalarni ko'rganmiz. Bahodir aka, Yo'ldoshev kelganda teatrimiz gullab, yashnab, yuqori pog'onaga ko'tarildi. Endi yo'q Bahodir aka. O'zini maktabini yaratib ketdi.
o'zlarini maktabini yaratdi, o'zlarini har bir aktyorni o'ylab asar olardilar. Yomon ko'radigan aktyor bo'lish kerak emas, rejissyorda. Bo'lmasam rejissyor bo'lma, ishlama. Birdek ko'rish kerak hamma. Hammani birdek ko'rish kerak. Xalq nazarida Bahodir aka bo'lmasam qancha vaqtlari bo'lmaydi, bizada badiiy rahbar bo'lib ishlayaptilar. U yoqda davlat tadbiri, sharq taronalari, bu yoqda Navruz, bu yoqda mustaqillik. Lekin bizga kelganda, teatrga kelganda vaqt topardilar. Qayerdan checha bo'ldim men? Bahodir aka o'ylabdilarda. Shuni ham ro'shnolik ko'rmagan, yoshligidan ro'shnolik ko'rmay yurgan. Shunga mehrimni beray. Bir kuni Paranji sirlarini spektaklni ishlayotganimizda sizlarga bitta savol beraman dedilar. Dunyoda eng arzon narsa nima dedilar. Indamay turdik hammamiz. Kim gapirarkan deb. Pastda zalda turibdilar. Mehr dedilar. Shu so'zni tagida qancha ma'no turibdi. Qancha insonlarni taqdiri turibdi. Qancha aktyorlarni bugungi kuni turibdi. Men ham yuzaga chiqarmikanman. Men ham yaxshi shaxs bo'lib rol o'ynarkanmanmi deb yurishibdi. Hozir nima? Bilmadim, hozir bilmayman. Aziz opa, hozirgi kun aktyorlar haqida fikringiz qanday? Shogirdlaringiz bormi teatrda? Teatrda shuncha yil ishlaganimdan beri yoshlarimiz ko'pda. Hali aytdim-ku, yoshi o'tganlar ozgina, 6tacha. Sanoqli. Yaxshilik qilmoqchi bo'lsang, tirikligida qilgin deyishadi. Nima bilan? Amalda. Gapda emas, tilda emas. Qani amaliyot? Yo'q, amalda. Bahodir aka aytardilar. Человека судят не по разговору, а по поступкам. Ana dardli so'zlar. Bahodir aka shunga amal qilib hammani o'ylardilar. O'zingizni kino va teatrsiz qanday tasavvur qilasiz? Teatrsiz albatta, endi bir kun bu ham yo'q bo'ladi. Hech narsa abadiy emas. Qanchalik o'qimay yaxshi ko'raman teatrni. Voy spektakl o'ynashim kerak, voy yangi rol qilishim kerak, lekin men xo'jayin emasman o'zimga. Biz mo'te odammiz. Biz rejissyorga qarammiz. Chunki buni ichiga kirib, sho'ng'ib ketganman. Sohani odami bo'lib, har yili biza masalan rol o'ynamasdan vaqt o'tkazib, kelib ketsa, bu yaxshilikka olib bormaydi. Bilasizmi? Mana opera va balet. Balerina kunida necha soat shug'ullanadi? Qani 1 soatcha shug'ullanmasincha, 2 soat shug'ullanmasincha o'yna olmaydi, chiqa olmaydi u baletga. Skripka har kuni shug'ullanmasa, mashg'ulot qilmasa, chala olmaydi uni. Aktyor ham shunaqa. Rol o'ynab turmasa, keyin bir kun keladi. Siz kerak emassiz deydi. Keladi bu kun, lekin charxlanib turish kerak, demak, aktyor. Albatta. O'sha qancha rolga ko'proq chiqsa, inson charxlanib boraveradi. Bo'lmasa qotib qoladi. Bo'lmasam shunga cho'kib, shunaqa ekandek hayot deb yuraveryapti odamlar. Sen baynog'i joshlig'ida ishi jurishmagan, qiylanib kattargan o'rtancha ovsinim
ko'zi suzukinamning o'g'li Jumaboymisan. Siz nima bo'pti? Siz bu kishini tanirmidingiz? Ha, Zaynab tanirdim. Keyin mana uni otasi qishloqdan shaharga yartib olib ketdi. Ayt, otam qishloqdan shaharga yartib olib ketdi de. Ha, otam qishloqdan shaharga ertib olib keldi. Xo'sh, shunga nima bo'pti? Enamning oti ko'zi suzuq de. Ha, enamni oti ko'zi suzuk. Yolg'on, hammasi yolg'on. Qizim dasturxonlarni yig'ishtir. Dunyoda juda ko'p aferistlarni ko'rganman, lekin mana bunaqasini birinchi ko'rishim. Ha, ofiris deyapman. Aldamchi degan. Ha? Doğrupman. O'z jigarimga ofiris bo'laman. Yoshlig'ingda ham shunday eding, Jumaboy. Otang rahmatli shol gaplarini eshitsa bormi? Keldi deb seni so'kar. Voy adasi, haqiqatan rahmatli gap ko'p qaytarasida. Chiroq. Nima deb? Bu ham bo'lsa Bahodir akaning topilmalari. Bahodir aka zalda o'tirib topilmalar berib turardilar. Shundan sahnada o'ynaydigan aktyorni xarakteri kelib chiqardi. Bahodir aka baqirmasdi. Mehr bilan ishlardilar. Hozir sahnada yo'q, repertuarda bormi checha spektakl? Checha spektakli endi Jumadulla kasal bo'lib qoldilar-ku. Bo'lmasam o'zim yuribman tadbirlarga, hamma joyga checha bo'lib, tadbirlarda chechani o'ynayman. Borgan joyda chechani o'ynayman. Bu spektakl boshidan oxirigacha tomoshabinning esida qoladi. Chunki bu o'zligimiz, o'zimizni urf-odatlarimiz, o'zimizni tilimiz, o'zimizni shevamiz, o'zimizni chanqovimiz, o'zimizni so'rashimiz, hamma qarang. Bahodir aka mo'jiza yaratganlar-da. Bahodir akani ko'pchilik aytardilar. Rusiy zabon inson deb. Yo'q. Bahodir akani ko'rinishlari shunaqa. Chiroyli, novcha, o'zlarini shunaqangi tutadilarki, lekin millatimizni ipidan ignasigacha o'zbeklik bor. G'azallarni o'qiganini eshitganmisiz? Bahodir aka shunaqangi g'azallarni o'qirdilar. Umuman har taraflama mukammal inson, mukammal shaxs, mukammal rejissor, katta harf bilan yozilgan inson. Mana shu spektaklni chiqarganlarda, voy, Fransiyaga borganimizda, hamma joyda aytib beraman-da o'shani. Fransiyaga borganimizda men faqat checha kostyumini olganman, chanqovuzni olganman. Keyin chamadonda boshqa hech narsa olmaganman. Fransiyada, endi Yevropada hamma aktyorlar, teatr san'atkorlari ko'chada o'zini spektaklni namoyish qilishadi. Bilasizmi? Shunday ko'chada o'tib ketayotganimizda Shohbekatda Janna Darkni haykali turibdi. Otni ustida. Ularning qahramoni Janna Dark. Qarasak teatr aktyorlari o'zini spektaklni o'ynayapti. Meni qo'limda chanqovuz bor, tarjimon bilan boshqa. Gur etib ayollar kelib, кто, men shu kostyumimda O'zbekiston u bu deb gapirdi. Keyin chanqovuzni chalib berdim men. Chalib berganimda Hayron qolishdi. Hayron qolib bir so'z ham gapira olmadi. Keyin nima unaqa jim bo'lib qolib desam, yana chalib bering dedi. Chalib berdim de. Bering menga bering. Ko'ray dedi-de, ko'rdi. Voy. Nahotki shunday kichkinagina zanglab ketgan temirchadan shunaqangi mayin kuy chalindi. Men juda ham mazza qildim. O'zimni yurtimni, o'zimni boshqa tug'ilgan joylarimni ko'z oldimga keltirib, nahotki yana chalib bering deganda chalib berganimda oldi-da. Rahmat sizga. Rahmat. Biz O'zbekiston davlatini oldida, prezidentimizni oldida, o'zbek san'atini oldida
tiz cho'kamiz deb shunaqangi tiz cho'kdida. Hayron qoldik, kutilmaganda shunaqa bo'lib qoldi. Voy, xursand bo'lib ketdik. Mana shunday voqealar. Mana millatimizni kuchi nimada? Ko'ylaklarimni mana bunday qilib ushlayapti. Munchoqlarimni mana bunday qilib ushlayapti-da. Shunday boy davlat ekansizlar deb gapirib, ancha gaplar. Keling endi shu orada bir biz ham tomoshabinlar uchun chanqo'z chalib bersangizda maza qilib. Mayli. Qoyil, rahmat. Ajoyib kuy uchun. Mana shuning uchun aytishsa kerakda, o'z kasbining mohir ustasi deb. Mana misol aktrisadan ham o'sha sozni chalish, demak bitta o'sha obrazda kuy chalish rolida ham bemalol demak o'zingiz chalgansiz. Ayrim misol aktyorlarda doira chalish, rubob, qanaqadir sozlarni chalishda fonogrammadan foydalaniladi. Rahmat kattakon. Doim sog' salomat bo'ling. Suhbatimiz so'ngida teatr jurnalining mushtariylariga fikrlaringiz, tilaklaringiz bo'lsa, marhamat ustoz. Albatta, ota-bobolarimiz qo'llarini duoga ochganlarida eng avvalo tinchlik, xotirjamlik bo'lsin deydi. Yurtimizda tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Mana shu tinchlik, xotirjamlik tufayli biz aktyorlar sizlarga so'ragan, bilgan spektakllarimizni namoyon qilamiz. Eng avvalo sizlar sog' salomat bo'linglar. Yurtimizda bayramlar ko'p bo'lsin va esdan chiqarmanglar. Teatrga tashrif buyuringlar. Rang-barang spektakllarimizni namoyon qilamiz sizlar uchun. Faqat sizlar uchun. Samimiy suhbat uchun sizga alohida tashakkur bildiramiz. Doim sizni mana shunaqa samimiylik, beg'uborlik tark etmasin. Uzoq yillar mana shunaqa xalqimiz xizmatida chechasi bo'lib yuravering. Rahmat.